O'sha hamma joyda trendga aylangan olovli bo'ri obrazi chiqishi bilan mashhurlikka erishgan o'rin almashganlar multfilmini men ham ko'rib chiqdim va multfilm voqealari men taxmin qilganimdan ancha boshqacha ekan. Bugungi video davomida o'sha multfilmni to'liq tahlil qilish orqali nega barcha hayvonlar barg va daraxtlar bilan bog'liqligini, ularning g'alati nomlanishini hamda nega olovli bo'ri bu darajada tomoshabinlarga yoqib tushganini bilib olasiz. Multfilmni dastlab spoilerlarsiz, keyin esa spoilerlar bilan tahlil qilamiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Multfilm Skydance va Netflix hamkorligida ishlab chiqarilgan. To'g'risini aytsam, Netflix kompaniyasi bizga ancha tanish, ammo Skydance kompaniyasi u darajada emas. Skydance kompaniyasi o'rin almashganlar multfilmidan tashqari ham Omad va Qizarish kabi bir qator ajoyib multfilmlarni ishlab chiqargan va bu kompaniya o'zining Qizarish multfilmi asosida o'z introsini yaratgan. O'rin almashganlar multfilmining rejissyori Nathan Greno bo'lib, u bizga yaxshi tanish bo'lgan Rapunzel, Volt va Skydance kompaniyasining Qizarish multfilmlariga rejissyorlik qilgan. Bosh qahramonlar Olli va Ivy'ga mashhur aktyor Michael B. Jordan hamda Juno Templari ovoz berishgan. Can you tell me? Multfilmni esa ayni damda yuqorida sanab o'tgan barcha multfilmlarim bilan birgalikda Xonplay ilovasida eng yuqori sifatda va mutlaqo reklamalarsiz ko'rishingiz mumkin. Ilovani esa App Store yoki Play Market orqali yuklab oling. Ana endi spoilerli qismiga o'tsak ham bo'ladi, lekin oldin multfilm voqealariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xullas, qadimda bo'rilar vodiyga hukmronlik qilgan ekan, ya'ni hayvonlarga qo'rquv solar, ularni yashirinib yashashga majbur qilar ekan. Lekin keyinchalik Dizo nomli mamantlarga o'xshash hayvonlar vodiyga kelishibdi. Ular hayvonlarga umuman boshqa hayvon turlariga aylanishni va bu orqali ularning tilini tushuna boshlashni imkonini beruvchi binafsha rangli nurli meva paydo qila olish xususiyatiga ega edilar. Biroq bu holat va Dizolarning yetakchiligi bo'rilarga mutlaqo yoqmaydi va bo'rilardan biri Dizolar paydo qiladigan nurli mevadan foydalanib olovli bo'riga aylanadi hamda shu kunning o'zida 4 ta Dizoni yo'q qiladi. Qolganlarni esa vodiydan quvib chiqarib, vodiyning kirish qismini to'g'on shaklida yopib qo'yadi. Bundan ancha yil o'tib, asosiy qahramonimiz, ya'ni Ollining o'tmishi ko'rsatiladi. Uning turi, ya'ni unga o'xshash jonivorlar pukular deb atalar ekan. Ular pista yeb kun ko'rishar ekan va buni hosildorlik bayrami qilib nishonlashardi. Shunday hosildorlik bayramlarining birida Olli qushlardan birini, ya'ni javanlardan birini uchratib qoladi. U ham Olli kabi juda yosh ekan. Olli unga pistani qanday qilib ochib yeyishni o'rgatadi. Kichik javan esa u yerga butun galani chaqiradi va Ollining bu xatosi tufayli hozirda pukular ochishdan qiynalishardi. U bu xatosini to'g'rilash uchun shisha bo'lak yordamida javan qushlarni uchirib yuboradi. Ammo kutilmaganida bitta javan qushi unga tashlanadi. U chuqurga tushib ketadi. U yerdagi nurli mevaga tegib ketadi va javan qushiga aylanadi. Keyinchalik Ivy bilan tanishadi. U yana pukuga aylanishi uchun unga yana nurli meva kerakligini tushuntiradi. Unga bir baliq, ya'ni bugu yordam beradi. U Olli va Ivy'ga qayerdan nurli meva borligini aytadi, ammo bu safar unga puku deya Olli emas, Ivy tegib ketadi va javan qushi bo'lgan Ivy pukuga aylanib qoladi. Ochig'ini aytaman, men multfilm treylerlarini ko'rganimda va uning nomi o'rin almashganlar ekanligini bilganimda, ular bir-birining tanalariga ruhlari almashgan holda kirib qolishadi va shu tariqa o'rin almashib qolishadi deb o'ylagan edim. Keyin bilsam bu umuman boshqa narsa ekan. Ular tanalari bo'yicha o'rin almashmas ekan. Ular bir-biri bo'lish qanday ekanligini bilib olishar ekan. Ya'ni Olli javan qushi bo'lish qanday ekanligini, Ivy esa puku bo'lish qanday ekanligini bilib olishar ekan. Ular bugu, ya'ni baliq yordamida yana bitta nurli meva topishadi. Lekin bu safar ularga bo'rilar to'sqinlik qiladi va bugu deya ikkalasi ham nurli meva ustiga yiqilib tushadi va baliq bugularga aylanishadi. 3-safarida esa baliq ularga juda ko'plab nurli mevalar qayerda borligini, lekin bu safar birgalikda harakat qilishlari shartligini aytadi va ular birgalikda bunga erishadi. Olli yana pukuga, Ivy esa javan qushiga aylanadi. Bugu, ya'ni baliq esa olovli bo'riga aylanadi. U Ivy'ni yaralaydi. Olli uni javan qoyasiga olib boradi. Keyin do'stlar nimadir qilib olovli bo'rini yengishadi va vodiyga yana Dizolar qaytib kelishadi. Mana, qo'limdan kelgancha qisqa qilib multfilm voqealarini so'zlab berdim. Endi tahlil qilishga o'tsak ham bo'ladi. Xo'sh, multfilmdagi barcha personajlar daraxt, barg va asosan o'rmon bilan bog'liq qilib yaratilgan. Masalan, kiyik va bo'rilarning tanalari yog'och, shoxlari esa barg, ilonlarning to'liq tanalari yog'ochdan, qushlarning ba'zi patlari bargdan, baliqlarning dumdagi suzgichlari esa dengiz o'tlaridek, ayiqlar ham deyarli toshlardek qilib ishlangan. Bunga ijodkorlar va rejissyor Nathan Greno quyidagicha ta'rif beradi. Ular odatiy bir xillikdan voz ketish maqsadida
maqsadida ularni o'rmondagi narsalar va hayvonlarni uyg'unlashtirgan holda yangicha uyg'unlikni yaratishga harakat qilishgan va menimcha buni uddalashgan ham. Ularning nomidagi g'alatilikni ham sezgan bo'lsangiz kerak. Bu ham atayin shunday qilingan. Ular qo'shma hayvonlar ekanligini, o'rmon bilan uyg'unlikda yaratilgan ekanligini anglatib turish maqsadida ularning nomlari ham shunday qo'yilgan. Daraxt bo'rilar, tosh ayiqlar, ildiz ilonlar. Bundan tashqari ular bu multfilm aynan yosh bolalar uchun ekanligini tushungan holda, ular uchun esda qolarli, asosan birinchi bo'g'inning takrorlanishiga o'xshash nom yaratishga harakat qilishgan. Bugu, Javan, Puku va shunga o'xshash oson esda qolarli nomlarni yaratishgan. Multfilmdagi menga va butun kuzatuvchilarga eng yoqqan xarizmatik personaj esa bu albatta olovli bo'ri bo'ldi. Uni yoshligida eng nimjon deb bilishgan. Dizovlar paydo bo'lganida esa o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat yaralgan. Nurli meva orqali olovli bo'riga aylangan. Ammo dizovlar uni nurli meva orqali baliqqa, ya'ni bugu tanasiga qamab qo'yishgan. Shundan keyin u yana olovli bo'riga aylanish uchun qulay imkoniyatni poylagan. Bundan keyingi voqealar esa multfilmda ko'rsatib o'tilgan va boya o'zim ham multfilm voqealarini eslab o'tganimda takrorlab o'tdim. Lekin negadir uning maqsadi menga juda oddiy tuyuldi. U shunchaki butun o'rmonga o't qo'yishni xohlaydi. Ya'ni uning maqsadi bor yo'g'i hukmronlik. Menimcha ijodkorlar buni ham qandaydir maqsadli yoki nimanidir ko'zlab amalga oshirayotgan qilib ko'rsatganlarida bu personaj yanada qiziqarliroq tuyulgan bo'lar edi. Video yakunida qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, qiziqarli, sarguzashtlarga boy va yengil kayfiyat ulashuvchi nimadir ko'rishni xohlayotganingizda ushbu multfilm eng yaxshi tanlov. Multfilmni qayerdan ko'rishingiz mumkin ekanligini esa allaqachon aytib o'tdim. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotime bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.